Ko'rib turganlaringizdek, men hali beri hech kimni topa olganim yo'q, chunki zona juda ham katta va nihoyat mana aynan ishtirokchilar uchun va hattoki obunachilar uchun ham tayyorlab qo'ygan syurprizlarimni boshlaydigan paytim ham keldi. Hozir endi menga yordamlashishga, men bilan qidirishga yana bitta odam qo'shiladi va u odamni sizlar hammanglar taniysizlar. Hammaga salom o'rtoqlar. Endi men hozir Komillikka qidirishga yordamlashaman va ujda davaytman keldim, men endi aytlayklar bossizlar bo'ladi. Endi ishtirokchilarni biz 2 kishi bo'lib qidiramiz. Men va Omonxon. Ish qilib Omonxon topsin-da kimdir. No, o'ylashim uchun men endi Chaqqonbekman, yugurib qidiraman, shuning uchun tezroq topishim mumkin. No, hozir shunaqa bitta topa olmasam, bu haqiqiy gap bo'ladi. Hozir 3-zonaga qarab sirpanamiz. Men bu sahna joyini ko'rish kerak, sahna joyini. Bu yerga qanaqa o'tolsak bo'lar ekan-a? Mana mashta kiradigan joyi bor ekan. Xo'p. Eshigi yopiq. Bu yerda ham hech kim yo'q. Ishoninglar, hozir o'zi bolalarni tablet top tashlayman deb o'ylayman. Lekin realni katta maydonda bu odam topilishi ham qiyin. Qamayman yuraverchi. Omonxon qidirishni davom ettirgunicha bizlarning ishtirokchilar zerikib qopti. To'g'risi juda ham uyqum kelyapti. Ko'zlarim yumilib ketayotib, zerikib ketdim. Nima qilishni bilmayapman. Bu yerda yotish oson emas ekan. Shunaqa sovqotib ketyapman, ishoninglar. Ishtirokchilarimiz zerikib qolishgani mayli, Nizamu vobshe uxlavordi. Ijodkor uxlayapti. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Hozir parkning bir hududini sveti yoqilar ekan, ozgina muddatga o'sha payt men shundan foydalanib tezroq qidirib olishim kerak. O'rtoqlar, aytganimdek, o'sha karnaval territoriyasini, svetini bizga yoqib berishdi. Po-moymu, o'ylashim bo'yicha karnavalga aniq kimdir bekingan. Xo'sh. Mehki igrushkani uxlatib ketaymi? O'yinchoqlarni chopib ketsam-a? Preking. Rosa o'ynagan kodlarga qidirishim kerak edi. Yuringlar qidiramiz hozir. O'yinga qiziqib ketib qolaman bo'lmasam. O'rtoqlar, habba o'ymayli bitta basketbolni koptonat ko'ring, hachaba. Tushirdim. Mayli, qidiramiz, chalg'iymiz. Opa, men metaligi kimdir bo'lishi mumkin. Qarayman, cho'tki joyda berkin olish uchun. Mashta kimdir bo'lishi mumkin, ana shu o'tlar orasida. Buni ko'taramiz ham kerak. Okey, tushunarli. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Bu hech kim yo'q menimcha. Kimdir takoy kirib olgan bo'lishi mumkin. Mashtaga, mashtaga o't ichida men hozir bilmayman kim qayerga berkingan, lekin mana shu o't ichida ham kimdir bor 100%. Men o'ylashim bo'yicha. Archalar orasiga kirib olgan deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, archalar orasida menimcha. Da, archalar orasida hech kim yo'q. Tomlarga chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin-da, ha? Hech kim yo'q hozircha. Shu o'zim uyimni his qilaman, bemalol. Aytganimdek ko'p o'tira olmayman. Bemalol sekin qort-putda yeb, suv ichib, fursatdan foydalangan holda 10 million olsam nima qilaman? Birinchi uchirda ikrom o'rtog'im senga 1 million beraman. Qolgan qarzlarimni ham yo'q qo'yaman. Juda onasini yo'qsan. Juda ham sovqotib ketdim o'rtoqlar. Kishi noqilayotibman. Hozir oyim telefon qilib yaxshilab bekin qilib, seni kamol topolmasin dedilar, xo'p dedim. Xo'p, Mametlarga kimdir bekinganmikin-a? Bu yo suv. Kimdir lotka olib kelib suvning ustiga yotib olganmikin-a? Chunki kimdirlarning qo'lida paketlari bor edi-da. Jo'nchadigacha hech kim bormasa kerak. 1 soat bo'ldi. Xudoga shukr, biz hali ham topilganimiz yo'q. Komolni umuman qidirayotgan hech qaysisini men ko'rganim yo'q hali. Oldimizga kelgani ham yo'q. Bilmayman nimaga. Kuchli bekinganimiz uchunmi? Bolalar Komil Shevoy tashadi Telegramda. Telegramda ko'rinadi do'stlar 700 metr skrinshotni qo'yib qo'ydim. 700 metr mana oldimda. Bitta orqasida eshik ochilsa bo'ldi men turganda. Уже 1 soat o'tdi. Men hali ham shokdaman, hech kim topmadi. Berishib ketdim to'g'risi. O'yin boshlanganiga 1 soat bo'ldi va mana endi yana bitta qidiradigan odamni qo'shish vaqti keldi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Xullas men Noir Nabiyev, men ham qidirishni boshlayman. Mana bu arujalarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu arujamdan kelgan ko'pchilik ozgina qo'rqib qoladi. Kuzatib turinglar, vobshe qiziq joyi endi kelyapti. Ha o'rtoqlar, shunaqa qilib biz 3 kishi bo'lib qidirishni boshladik. Bundan oldingi bekimachi olingan parklar 10 gektar, 14 gektarli joylar edi. Bu pashti 10 baravar kattaroq. Men hozir jonimni berib qidirmayapman, yugurib qidirmayapman. Buning sababi hozir zona juda ham katta. Lekin vaqt o'tgan sari zonalar qisqarib boraveradi. O'sha payt energiya va kuch kerak bo'ladi. Hozir faqatgina men ko'z tashab chiqyapman. Kallani ishlatyapman, kallani. Kalla qo'yda bo'ladi, boshimni ishlatyapman. Tak, bu yerda ham hech kim yo'q. Buni tomaga chiqa olmaydi. Bu yerda nima bor ekan? Mana shu bitta men ko'zdan kechirib olay. Balchiq ekan, men bu yoqqa hech kim tushmaydi. Anu nima mana? Shuncha bitta kirib ko'raylik. Nima ekan o'sha qiziqdim. Hech kim yo'q. Bu yerda yo'q hech kim. Короче, men og'ir sumkamni ko'tarib charchab ketganim uchun mana bu armatura kichkina bor ekanda, uni qaytarib olib qo'lim bilan
Yeshilka qilib oldim. Bunaqa joylarni faqat Shuster topadi. Bunaqa kontent sizlarga faqat Shuster qiladi. Albatta, mana shu videoga like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Undan ham opasnroq, undan ham zo'rroq va undan ham zo'r joylarda meni yana ko'rgili kelsa, xohlasa Kamol bilan birga yana chaqirsada biz tashlaymiz o'shanga. Like bosamiz. Hozir videolarimni ko'rib chiqdim. Oyoqim chang, soch bir ahvol, turishim voобще bor. Balli, 10 million uchun nimalar qilyapti odamlar mana. Ko'rganlar nima deydi ertaga? Men yetdim boshqa bekor kelsalar, blogerlarga. Mendan boshqa qolgan hamma tuxumni sarig'ini yutadi. Kamol menimcha qidirmayapti bor hech kimni. Bilmayman, men oddiy joyda yotibman, topib bo'lgan bo'lish kerak edi. Zerikib ketdim bitta joyda. Chidab yotibman, bitta o'zim hech kim bilan gaplashmasdan. Zaryadga ham ozgincha qolgan. Menga sabr tilaylar. Qurbaqa. Da, qurbaqa bizga yo'l ko'rsat. Da, yo'l ko'rsat. Oxirgacha borib ko'rish kerak, ya? 3-anaqani. Biz oxirga bormadik, siz ham bilasiz. Hozir yana boshiga qaytdik-a? Da, ketdik bo'lsa. Hozir biz bo'lmasa o'sha 3-zonani yaxshi bo'lgan uchun, biram suvdan ham o'tib oxirgacha borib ko'ramiz. Men charchab ketdim. Oyoqlarim og'rib ketdi. Bu video uzoqqa borsa yarim soat, 40 minut, 1 soatli video bo'ladi-da, lekin bekimacho 3 soat davom etadi. Sizlar tez-tez kadrlarni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin men to'xtovsiz qidiryapman. Xo'sh. Meni taxminim bo'yicha aynan shu yo'lda ishtirokchilarni juda ham ko'pi berkingan. Aynan shu yo'lda. Hamma qanaqa joy ekan-a? Bo'ldi. Mana shu ko'ryapsizlarmi? Ko'rmaysizlar, chunki bu ko'rinmaydi. Pastga bekinamiz. Menimcha bu yo'lga hech kim tushmagan, chunki juda ham nima desam ekan, oddiy joy bu. Oddiy joy. Bu yerda yotish oson emas ekan. Shunaqa sovqotib ketyapman, ishoninglar. Prям muzlab qoldim. 1 soat o'tdi, Kamol hali bizani topmadi. Nodir Rosa harakat qilsa ham, lekin hech kimni topa olgani yo'q. Lekin yoshligini eslashga ulguribdi. Men izim tushadi, ketdi, bari ko'chib ketdi. Voy billahi. Menimcha bunaqa yorug' joylarni qaragandan foyda yo'q. Chunki bunaqa joyga bekinmagan bo'lardi ular. Tezroq bu yoqdan ketishimiz kerak. Daraxtga chiqmagan hech kim, chunki daraxtda o'tirish juda nekomfortniy. Daraxtga chiqmagan hech kim. Bu yoqda qanaqadir tepalik bor ekan, o'sha tepalikka chiqish kerak. Bilasizlarmi hozir nima qilaman? Shu tepalikning svetini yoqtiraman. Kimdir tepaligiga bekingan bo'lsa, tutildi o'sha odam. Ana bo'lmasam mana shu tepalikda aniq kimdir bekingan bo'lish kerak. Oy. Bir boshidan shu odam tepaga qidirish boshlab chiqib ketamiz. Ketdi. Hop. Tadam. Xo'p. Tashlab tekshiraylikchi. Bu yo'lga hech kim sig'maydi-da, lekin mana shu tepalikdan butun yangi O'zbekiston bog'i ko'rinadi o'rtoqlar. Maydonni kattaligini qaranglar. Men bu tepalikda aniq kimdir bo'ladi deb o'yladim, lekin bu yoqda ham hech kim yo'q. Короче, biz haligacha ham yotibmiz, hech kim bizani topgani yo'q. Hozir zona qisqaradi deyapti. Vot kutib o'tiramiz. Hozir zona qisqaradi, u yog'i peshanadan. To'g'rimi azim? Agar zonamiz shot bo'lsa, bu yerdan bizani topa olmaydi. 10 kishi kelsa ham topa olmaydi. Nodir, sani boshinga emas, polvon. Xullas, biz hozir bekimachoni qidirishni qayerdan boshlagan bo'lsak, aynan shu yo'lga keldik. Chunki biz hozir va nihoyat 4 ta zonadan bittasini qisqartiramiz. Hurmatli ishtirokchilar, va nihoyat zonalar qisqarishni ham boshladi. Va birinchi bo'lib qisqaradigan zona bu 3-zona. Agarda kimdirlar oiladan 3-zonada bo'ladigan bo'lsa, joylarni almashtirishga to'g'ri keladi. Va zonani almashtirishga bo'lsa atiga 10 daqiqa vaqt beriladi. Hammaga omad. Короче, biz hozir o'tirgan joyimizdan qochdik. Bizdan zona yopildi. Qochmoqmiz hozir. Hozir короче biz zona alishtiryapmiz. Bitta qizlarni qaramog'imizga olganmiz. Qahramon aka. Tak bolalar, men mana shu xonada o'tirgandim. Masalan, olib ketolmay. 3-zona yopildi. 3-zona yopildi. 1,5 soat mana shu yerda o'tirdim. Voy onasini yemsa. Men podolda internetim ishlamayapti-yu mana. Hozir ko'rib berishdi, mana zonam 3 ekan. Alo aka, meni chiqarib olmasangiz bo'lmaydi. Vaqt keldi chiqadigan deyman. Boshqa yoqqa ketaman endi aka. Charchamang. O'rtoqlar, men afsuski 3-zona yopildi, shuning uchun bu yoqdan lekin shunga shukr qilaman.
aytmoqchi shudim. Mayli, xudo xohlasa endi hozir boshqa lokatsiyaga ko'chamiz. Bilet 3-zona yopil onasi ham zo'r joy deydim men bu tanishga meni topolmasdi. Ey, nardonni qo'yib tepaga chiqib oldim. 3-zona yopil boshlari ketaman, hamma yog'im chang. Bilet. Ha, onasi ham. Belarim o'rib qoldi. Короче, bo'ldi. Hozir ko'rsataman. 3-zona yopildi. Va полный холма. Tunneldan chiqib keldim. Topishmadi. Это очень круто. Xudo xohlasa, жаль, что 3-zona birinchi bo'lib yopildi. Biluvdim, chunki 3 hamma yoqmaydi. Hozir kiyinib ikkinchi lokatsiyaga boramiz. Akam yordam berdilar. Nima deysiz endi videoga, brat? Yaxshi, charchamanglar. Men shu zona yopildi, endi boshqa joyga ketishim kerak. Mana shunaqa yana bitta kabinka topsam yaxshi bo'lardi. Oxirgi iltimosim, zalog mashinadan kalitini tashlab ketishim mumkin. Bitta velosiped kerak menga. Aka, rahmat, kattakon yomon yordam berasiz. Men kiyinib oldim, уже sportivniy kiyim. Ikkinchi lokatsiyaga ketdim. Yuguroldim. Просто kiyinishimga 20 minut ketib qoldi-da, yechinishimga. Hozir yuguroldim. Пока на расслабоне, на чиле. Поэтому... Miya ishlamayapti. Qatga borish kerakligini hal qila olmayapmiz. Xullas buni o'shayman kamerani. Nima demoqchi edim? Xullas